Bugungi kunda O'zbekistonda xotin-qizlarning turli sohadagi faolligi ortib bormoqda. Ularning rahbarlik salohiyatini ro'yobga chiqarish, jamiyatdagi mavqeini mustahkamlash borasida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, moliya sektori kabi mas'uliyatli va dinamik sohalarda xotin-qizlarning yetakchi o'rinlarda faol ishtiroki ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Aksiyadorlik tijorat xalq bankida Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda lider ayollar dasturi yo'lga qo'yildi. Batafsil navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Dastur mamlakatimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash siyosatining amaliy ifodasi bo'lib, Xalq banki tizimida turli lavozim va yo'nalishda faoliyat yuritayotgan 600 nafarga yaqin xodimalar orasidan faol, tashabbuskor va salohiyatli 55 nafar ishtirokchi saralab olindi. Ular moliyaviy xizmatlar, menejment, yetakchilik va shaxsiy rivojlanish yo'nalishlarida chuqurlashtirilgan treninglarga jalb etildi. Osiyo taraqqiyot banki tomonidan lider ayollar dasturi ishga tushdi. Bu dasturning asosiy maqsadi kasbiy rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash va salohiyatli yetakchi ayollarimiz zaxirasini shakllantirish. Muvaffaqiyatga erishgan ayollarimizni bosib o'tgan yo'llari bilan biz tanishib o'tdik va asosan motivatsiya ayollarimizga berildi. Darvoqe, lider ayol bugun faqatgina rahbar lavozimidagi inson emas, balki o'z bilimi, atrofdagilarga munosabati va qat'iyati bilan namuna bo'la oladigan shaxsdir. 2021-yilda davlat rahbarimiz tomonidan bizga topshiriq berib, vertikal tizimimiz yo'lga qo'yilgan. Bu har bitta tuman, shahar, viloyatlarda ayol o'rinbosari lavozimlari joriy etilgan edi. Ularning asosiy maqsadi har bitta tadbirkor bo'lmoqchi bo'lgan ayollar bilan individual holda ishlab, ularni ko'nikmasini, sharoitini, xonadoniga tushgan holda, o'rgangan holda ularni g'oyasini qo'llab-quvvatlash, biznes loyihalarini ishlab chiqish va kreditlarni ajratish yordamchi vazifasi berilgan edi. Biz 200 mingdan oshiq ayollarimizga 3 trillion 200 milliardga yaqin mablag'lar ajratib berdik va bu yil 25-yilda 7-martda yana qo'shimcha davlat rahbarimiz tomonidan topshiriq berildi. Endi o'zini o'zi band qilgan ayollarimizni kichik va o'rta biznes subyektigacha olib chiqish. Seminar treningda xalqaro va mahalliy ekspertlar O'zbekistondagi islohotlar inson manfaatlari ustunligini ta'minlash barobarida jamiyatda xotin-qizlar mavqeini oshirish, ularning huquq va imkoniyatlarini ustuvor qadriyatlardan biri sifatida himoya qilishga qaratilganini qayd etdilar. Bundan tashqari bu treninglarda emotsional intellekt, yuqori yuklamaga ega bo'lgan hamda sharqona qadriyatlarga xos bo'lgan o'zbekona jamiyatda qanday qilib ham o'z ishining ustasi bo'lish, yuqori marralarga erishish va bu bilan uning oiladagi roli, oiladagi mas'uliyatlarni birdek olib ketish bo'yicha mahorat darslari o'tilyapti. Muloqotlarda ta'kidlanganidek, ayollar erkaklarga qaraganda munosabatlarni boshqarish sohasida ko'proq strateg bo'lishlari mumkin. Ushbu xususiyatlar bilan ayollar bankda tashkiliy madaniyatni kuchaytirish, tashkilotning obro'sini oshirish va korporativ ijtimoiy javobgarlik loyihalarini amalga oshirishni ta'minlay oladi. Shu sababli bank tizimida lider ayollar faoliyati olib borishi muhim ahamiyatga ega. Seminar trening savol-javoblar, bahs-munozaralarga boy bo'ldi. Har bir ishtirokchi o'zi va faoliyati haqida ma'lumotlar berdi. Aqlni charxlovchi testlar va murakkab vaziyatlardan chiqib ketish holatlariga oid suhbatlar ko'pchilikda qiziqish uyg'otdi. Dastur yakunida muvaffaqiyatli ishtirok etgan xotin-qizlar bank tomonidan ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyihalarda faol ishtirok etadilar. Bu nafaqat bank tizimidagi boshqaruv salohiyati, balki moliya sektori ekotizimining yanada mustahkam va barqarorligiga xizmat qiladi.